Assalomu alaykum hammaga, aka-ukalar, opa-singillar. Anchadan beri video qo'ymagandim. Sababi xabarlaringiz bor, Italiyada pravamni oldirib qo'ydim. Undan keyin Fransiyaga bir 15 kunlar yotdim. Undan keyingina ham ishxonani muammolar bo'ldi. Ishxona bir yopilib, qaytadan ochildi. Bank hisoblari qullanib qoldi. Shuning uchun Fransiyaga qo'yib ketdik. Undan keyin pul tashlab berishgandan keyin qaytib keldim men Polshaga. Hozir qaytib keldik. Bu yerga meni juda ko'p haydovchilar hammasi qaytgan, chunki bir ishxona bir yopilib ochilgandan keyin hammasini ya'ni qaytadan hujjatlarni qilishib, mashinalarni tekshirishib, o'shandan keyin chuqur o'rishadi. Bu yerga qarab ko'p qabul ketganim sababi ham pulda muammo bo'lyapti hozir. Ya'ni hammaga odam ko'p bo'lganligi uchun hammaga har kuni kam pul beryapti. Endi har kuni ham qanaqa, kimgadir pul beryapti, kimgadir pul bermayapti. Atak bir haftaga pul olyapti odamlar. Hamma pul nima, o'shanga ham bo'lib olyapti. Misol uchun mana bizlardiki, endi bilmayman, hali kelganimga bir hafta bo'lgan bo'lsa, yana menimcha bir hafta yo 2 hafta ichiga qolsam kerak pulni kutib. Endi pulni kutmasdan chiqib ketsam ham bo'ladi, lekin pulni kutmasdan chiqib ketish uchun meni pravam bo'lishi kerak. Ishga chiqib ketsam agar shu yo'lga kartamga tashlab bersa ham bo'ladi, meni o'zimni logistim. Yo bo'lmasa ikkinchi varianti, biror kishiga bu yerga aytib ketasiz, pulimni mana shunga berasan desangiz agar, ishdan chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Keyin sizni oyligingizni boshqa kishi olib, ishonayotgan odamingiz bo'lsa agar, olib o'sha orqangizdan jo'natib yuborsa bo'ladi. Shuning uchun men hozir video qo'ymagandim, bu yotganligimiz uchun. Endi hozir sizlarga yangi ma'lumot, ya'ni kim Yevropada kelmoqchi bo'lsa agar, yoki shunga niyati bo'lsa, yoki bir tanishlari kelmoqchi bo'lsa agar, o'shalar uchun bir kerakli video bo'ladi. Hozir emas, bir hafta oldin menga Toshkentdan o'sha bir ukamiz bor, Zohidjon degan sug'urta kompaniyasiga ishlaydi, Apix kompaniyasiga. Elchixonaning oldida turadi. O'sha kerakli ma'lumotlarni tashlab berdi. Kim Yevropaga kelmoqchi niyati bo'lsa agar, o'sha videoni oxirigacha ko'rsalaringiz agar, polni savollaringizga javob berilgan o'sha yerda. O'sha qanaqa viza olinadi, qanaqa viza olinmaydi, viza отказ bo'lgandan keyin qanaqa viza olinadi, ular haqida, sug'urta haqida va kerakli bo'lgan savol-javoblar haqida, suhbatlar haqida, navbat kelishlari, qancha vaqtda tez kelishi, kech kelishi, hammasi haqida tushuntirib o'tgan. O'sha videoni hozir qo'yib o'taman. O'sha videolarni oxirigacha ko'rsangiz, siz o'sha Yevropaga kelmoqchi bo'lsangiz, hamma savolingizga javob olasiz o'sha yerda. Faqat o'tkazib olmasdan o'sha videoni oxirigacha ko'rsalaringiz agar, sizlarga juda yaxshi va foydali video bo'ladi. Undan keyingi, misol uchun, bu o'zi 20 minutlar bo'lib qolishi mumkin bu videomiz. Shu uchun undan keyingi yana bitta video tayyorlayman. Ya'ni xuddi men o'zim ishlayotgan kompaniyani shunaqa ishlarga qanaqa kirsa bo'ladi, qanaqa qilib topsa bo'ladi, o'shalar haqida tushuntirib o'taman. Keyin bu yerdagi o'sha kompaniyadagi oyliklar, ish sharoitlari, nimalar qilish kerak, nimalar qo'yish kerak, qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi, o'shalar haqida tushuntirib o'taman. Bu faqat keyingi videoda bo'ladi. Hozirgi videomiz faqat Yevropaga kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun juda ham kerakli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rsangiz yaxshi bo'ladi. Videoga like bosib, kommentariy yozib, do'stlar, Vizamni hal qilib bera olasizmi? Soqqasini naqd sanayman. Albatta, hozir bu O'zbekiston, akalar. Viza vo'bshita muammo emas. Soqqasini bersangiz, men har hafta konsul bilan choyxonam bor, o'sha choyxonada gaplashib, sizni vizangizni bemalol hal qilib olamiz. Assalomu alaykum. Men Zohidjon Qudratov, Polsha elchixonasi yonida joylashgan Apix sug'urta markazi xodimiman va bugun Polsha davlatiga bilan bog'liq bo'lgan eng ko'p beriladigan savollarga, eng ko'p beriladigan qiziqarli javoblar bo'yicha video tayyorlamoqchimiz va videoni oxirigacha ko'ring. Albatta, bu juda ham manfaatli va biz savol-javoblarni boshlaymiz. Xo'p, Polshaga qanday ketsa bo'ladi savoliga. Albatta, siz Polsha davlatiga ketmoqchi bo'lsangiz, avvalo siz Polsha davlatidan приглашение, ya'ni siz o'zingiz uchun taklifnoma yubortirishingiz, chiqartirishingiz kerak bo'ladi. Buni ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki o'rtada ko'p o'zbeklar o'rtada o'sha vositachilar, ya'ni ishonchli tanishlar, internet orqali ishonchli kompaniyalar, firmalar orqali o'zingizga shaxsiy приглашение chiqartirish orqali Polshaga ketish jarayoni boshlasangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi savol, Polshaga navbat qancha vaqtda kelmoqda? Bugungi kunda жеребовка degan narsa bor. Polsha elchixonasiga приглашение kelgandan keyin navbatga qo'yiladi va uni navbatda chiqishlik muddati hozirgi kunda 8 oyni tashkil qilmoqda va ma'lumot uchun aytib o'taman. Hozirgi kunda o'tgan yil 2024-yil avgust oyida navbatga qo'yilganlarning navbati may oyiga chiqishni boshlagan va may oyida avgust oyining o'chitlari, ya'ni o'tgan yil avgust oyida qo'yilgan приглашение taklifnomalarining egalarini hozirda may oyiga suhbatga chaqirishmoqda va keyin sentyabr oyi, xudo xolasa keyingi oyni sentyabr oyida o'chirga qo'yilganlarni chaqirish boshlanadi. Navbatni tezlashtirib chiqarish yo'li bormi deyilgan savol bo'ladi. Yo'q, juda ko'p mana shu bo'yicha savollar tushyapti. Deyarli har kuni 3-4 ta tushadi. Sabr qiling.
ko'pchilik ham mana shu bo'yicha aldanib qolishyapti. Sabr qiling, xudo xolisa 8 oy deganda hozirgi kunda o'chirda kelyapti va bu bir necha oy oldin 12 oy edi, hozir tushmoqda. Ya'ni ba'zida odam kamayapti. Bu albatta sizning foydangizga. Sabr qilsangiz, xudo xolasa 8-oy, 7-oylarda sizda ham navbatingiz kelib qoladi. Xo'p, keyin bugungi kunda jerbovka qanday tartibda bo'lmoqda? Jerbovka endi avval jerbovka degani bu qur'a tashlash, ya'ni avval bir hafta 10 kunda ham 1 oy 6 oyda ham navbat kelib qolaverardi. Bu kuniga ham bizda ham bo'lgan. Biz navbatga qo'ygan mijozlarimizda qo'ygan kunimizdan keyingi kunga o'chirtlar chiqib qolgan. Hozirgi kunda unaqa emas. Hozir tartib bo'yicha, ya'ni sizdan oldin o'chirtga qo'ygan odam sizdan oldin o'chirt chiqadi. Sizdan keyin kimdir registratsiya o'chirtga qo'ysa o'zini, o'sha odamga sizdan keyin o'chirt chiqadi. Ya'ni tartib bo'yicha o'chirtlar chiqib kelmoqda. O'shanday jerbovka bekor bo'lgan, ya'ni avvalgidagi jerbovkalar bekor bo'lgan, faqat tartib bo'yicha navbat kelmoqda. Xo'p, bugunda elchixona to'lovi qancha? 2024-iyundan boshlab Polsha elchixonasi ishchilar uchun 135 yevro, yani student va ishchilar uchun 135 yevro bo'lmoqda. Agar Schengen nimasiga topshirayotganlar, bir oylik vizaga, Schengen vizasiga topshirayotganlar uchun 90 yevroni tashkil qilmoqda bugungi kunda. Suhbat qanday tilda bo'ladi? Suhbat ikki xil tilda bo'ladi ishchilar uchun, ruscha va o'zbekcha. Agarda siz o'zbek tilini bilmaydigan bo'lsangiz, bu sizga hech qanaqa muammo emas. Biz ofisimizda ayni sizga mana shu bo'yicha, suhbat bo'yicha alohida o'zimizning shaxsiy mijozimizda konsultatsiya beriladi. Bu sizni viza olishingiz uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Xo'p, suhbatda qanday savollar bo'ladi? Suhbatda sizni priglasheniingizda, taklifnomangizda yozilgan narsalarni beradi. Ya'ni priglasheniingizda yozib qo'yilgan qanaqa firmaga, kompaniyaga ketayotganingiz, qaysi shaharga ketayotganingiz, nima ishga ketayotganingiz va priglasheniyani qanday olgansiz. Asosan mana shu 3 ta 4 ta savol beriladi. Asosan 99% odamga shu savollar beriladi. Agar bir nechta qo'shimcha savollar ba'zida berib qo'ymasa, shu savollar bilan chegaralanadi u xodimlar ichkaridagi va bularning hammasi priglasheniingizda yozib qo'yilgan. Bu sizga hech qanaqa muammo yuzaga keltirmaydi. Qo'shimcha savollar berilishi mumkin. O'sha mutaxassis bo'yicha ishlaganmisan, seni kim kutib oladi, oyliging qancha? Ular ham hammasi siz javobini biladigan savollar. U sizni viza yoki atkaz olishingizga asosiy savol-javob hisoblanmaydi. Uni qo'shimchasi o'zimizning ofisda kelgan mijozlarga tushuntiriladi. Xo'p, suhbat kuni qanday kiyim kiyib borishimiz kerak? Juda ko'pchilik suhbat kuni kostyum, shim, galstuklarda, faqat to'yiga shunaqa kiyingan ko'pchilik o'shanaqa holatda keladi. Yo'q, o'zingizda odatiy holda kerak bo'lsa jaydarcha kelavering. Bu yerda sizni kiyim naqayingizga e'tibor qilmaydi. Kostyum shimda akkuratni kelaman deysiz, bu sizni minusingizga o'xshab ishlaydi. Sababi siz ishga ketyapsiz, siz bunaqa kurtoy kiyim kiysangiz sizdan shubhalanadi. Ya'ni bu o'sha boshqa maqsadni ko'zlab kelgan, o'sha o'ziga normallik, bu to'q o'ziga o'sha bunaqa holatga kirish kerak emas. Uzuk, soat, qimmatbaho nima zanjirlar hammasini yechib tashlang. Oddiy, shunchaki jaydar holda kirib suhbatdan o'ting, siz o'zingizning foydangizga ishlaydi bular. Xo'p, navbatim chiqqan necha kun oldin hujjatlarni taxlab qo'yishsam bo'ladi. Ya'ni ko'pchilikda vahima bor, bir necha kun oldin Zohidjon ofisingizga borib hujjatlarni qilaylik, ulgurmay qolmaylik, unaqa bu yo'q. Hech qanaqasiga men ofisimda unaqa muammo bo'lmaydi. Siz suhbat kuni ertalab soat hozirgi yozgi soat hisobida 7 dan keyin ofisimda bo'ling, bemalol ishonch bilan ayta olaman, sizning hujjatingizni 15-20 daqiqada uzog'i bilan taxlab, qo'lingizga suhbatlarga ham taxlab, qo'lingizga tutqizib qo'yamiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Uning uchun bir kun oldin, bir necha kun oldin kelib qo'yib, bu yoqdagi Toshkentdagi tanishlaringizni bezovta qilib yoki 200 ming, 300 mingga gastitsada turish hojati yo'q. Xo'p, hujjatlarni rangli kopiya qilib olish shartmi? Yo'q. Rangli kopiya umuman shart emas. Ular pasportda sizda rangli kopiyalaringizga tupurib qo'ygani bor, qo'pol qilib aytganda, ularga shunchaki ma'lumotingiz bo'lsa bo'ladi. Pasportlarni oddiy oq-qora kopiyada kirilsa bo'ladi. Ba'zida kimdir rangli kopiyada viza olib qolsa, "Voy, hujjatlarni rangli kopiya qilish kerak ekan, men mana viza oldim" degan bir mantiqsiz ma'lumotlar tarqatishadi. U asossiz. Unaqa emas. Xo'p, elchixona qachondan hujjatlarni qabul qilishni boshlaydi? Har kuni dushanbadan jumagacha faqat bayram va Polsha davlatida yo O'zbekistonda qanaqadir bayram kunlaridan tashqari har kuni dushanbadan jumagacha soat 10:00 dan boshlab eshiklarini ochadi va 13:00 gacha sizni suhbatga qabul qiladi. Suhbat javobini esa 14 kundan keyin
15:30 dan boshlab javoblarni berishni boshlaydi. U chek sizga chek taqdim qiladi. Doim suhbatga kirib chiqqaningizda o'sha chekda vaqtlar yozilgan. Yana bitta narsani aytib o'tay, azizlar, siz javobiga kelgan kun обязательно o'sha chekni fuqarolik pasportingiz, ya'ni ID kart yoki yashil pasportingiz bilan sug'urta polisi 3 ta narsani olib olishingiz shart javobiga kelayotgan kuni. Xo'p. Men sababli tarzda suhbat kuni elchixonaga kelishga ulgurmadim. Shunga boshqa kunga suhbat qilsa bo'ladimi? Suhbatga kirsam bo'ladi? Yo'q. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Furachilarimiz granitsalarga qolib ketishadi, qanaqadir muammolarni yoki o'chirt kunni bir kun oldin eshitib qolishadi, ya'ni pochtalarni tekshirishmaydi yoki o'rtadagi o'chirtga qo'ygan odam aytishmaydi. Siz faqat suhbat kunigina soat 10 dan 13:00 gacha suhbatga kirish imkoniyati bor. Keyingi kun, undan keyingi kunga elchixona sizga hech qachon ruxsat bermaydi. Balkim siz qaytadan Jerebovkaga o'chirtga qo'ygan holatda Polsha elchixonasiga kirishingiz mumkin. Bundan boshqachasiga mumkin emas. Xo'p, qachon elchixonaga suhbatga navbat yozdirib qo'yish uchun nima qilish kerak? Qachon yozdirib qo'ysam bo'ladi? Ko'pchilikda boyagi muammo, bir kun oldin borib, unaqa odam ko'p bo'lar ekan, suhbatga yozdirib, jivoy o'chirtga axranaga yozdirib qo'ymasa kuyib qolar ekan, ulgurmay qolar ekan. Unaqa narsa yo'q. Hozirgi kunda unaqangi 100 talab, 150 talab odam yo'q. Siz bemalol suhbatga ertalab 7 dan keyin kelib, jivoy o'chirtga Milliy gvardiya xodimiga yozdirib qo'yib, soat 13:00 gacha, hozir 11 gacha odam qolmayapti. O'sha 1 soat ichida hamma kirib bo'lyapti. Chunki 30 ta 40 ta odam 1 soat ichida bemalol suhbatga kirib chiqadi. O'shaning uchun vahimaga o'rin yo'q. Siz suhbat kuni keling, ham hujjatni tahlashga, ham suhbatga kirib chiqishga uspet qilasiz. Xo'p, anketamda qanday xatolik bo'lsa, men viza bermaydi menga. Ya'ni ko'pchilikda Jerebovkaga qo'yganda o'zimizda ham ba'zi holatlarda shunaqa narsa bo'lib qoladi. Tug'ilgan yilida, pasport seriya raqamlarida, ismlarda ham ba'zida holatlari, ko'pchiliklarda ko'chadan boshqa o'chirtga qo'yganlarda ism familiyalarda xatogarchilik bo'lib qoladi. Yoki firma nomlari, telefon raqamlarida, propiska manzillarida aytib qo'yay, faqat va faqat siz ism va familiyangiz va tug'ilgan yil sanangizda xato bo'lsagina anketada elchixonaga kiritmaydi birinchidan, o'sha tekshirishda ism familiya birinchi o'rinda turadi, kiritmaydi va siz qaytadan o'chirt olib kelishingiz nazarda tutiladi va siz qaytadan o'chirt, ya'ni 7-8 oydan keyin kelib vizaga topshirishingiz mumkin. Agar shu narsa vaqtida to'g'rilanib kiritilsa, muammo yo'q. Agar siz anketa bilan o'sha xato boshqa, ya'ni pasport seriya ma'lumotlaringiz, raqamlarda berilgan muddat, umuman shunga o'xshagan propiska, telefon raqamlarida xato bo'lsa, bu sizni aslo va aslo viza olish yoki olmasligingizga asos bo'lmaydi. Agar asos bo'ladigan bo'lsa, отказ xatida o'sha bandlari ko'rsatilgan bo'ladi. Bu sizni hech qachon chalg'itib qo'ymasin. Muhimi ism va familiyangiz to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Anketa, xo'p, приглашение muddati 89 kun qolgan. Menga viza beradimi? Ko'pchilikda 1 yillik приглашение va o'chirib chiqish muddati 8 oy, 9 oyga cho'zilganligi sababli muddati 3-4 oy qoladi ko'pchilikda. Agar siz o'chirtingiz chiqqan bo'lgan bo'lsa va suhbat kuni siz kelsangiz, o'sha kundan sizni приглашение muddatingiz o'sha kundan boshlab hisoblasak 90 kundan 100 kundan kam bo'ladigan bo'lsa, siz suhbatga kiritilmaysiz. Ya'ni ichkarida ham aytasiz, muddating kam, viza bermaymiz deydi. Agar 100 kundan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ham 120 kungacha bo'ladigan bo'lsa, sizga maslahat beramiz, Polsha elchixonasiga suhbatga kirmang. Pulingizga kuyib qolishingiz mumkin. Sizga viza приглашение muddati kam bo'lganligi uchun viza berishligi juda ham koeffitsiyenti kam. O'shaning uchun iloji bo'lsa 120 kundan oshiq muddat bo'lsa, siz elchixonaga kirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Viza berishlik suhbatga qanchalik bog'liq? Albatta, agar sizni приглашениyangiz yaxshi kompaniyadan bo'lsa, siz ish beruvchi bilan doimiy aloqada bo'lsangiz yoki ish beruvchi sizga garantiyali pismo qilib bergan bo'lsa, hamma tomoni yaxshi bo'lsa, ko'rsatilgan sug'urta xizmatlari ham hamma narsa joyida bo'lsa, sizda suhbatda viza olishlikka juda ham katta ta'sir tug'diradi. Albatta, suhbatda qo'shimcha bizlar bilamiz, ba'zi sirlari bor suhbatda, ba'zi huquq qonunlaringizni bilib olishingiz kerak, suhbatda ularni talab qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha holatda viza berishlik koeffitsiyenti sizga juda ham yuqori bo'ladi. Agar siz shunchaki 2-3 ta savoliga 2-3 ta javob berib chiqsangiz, 50-50 variantda sizga viza berishlik yoki отказ berishligi mumkin. O'shaning uchun suhbatga tayyorlash bu juda ham muhim jarayon bo'ladi. Albatta, bu o'zimiz ofisda, bu ko'p sirli sanoat bo'lganligi uchun faqat o'zimiz mijozlarga, o'zimiz ofisda bu narsaga alohida urg'u beramiz va tayyorlaymiz. Buni o'zimizga kirib, tayyorgarlik ko'rib chiqqan mijozlarimiz juda yaxshi bilishadi qanchalik muhimligini. Xo'p,
nima uchun aynan sizlardan sug'urta qildirish kerak? Shunaqa savolim tushgan. Chunki bitta narsa, ko'pchilik viloyatdan sug'urta qildirib keladi, tanishi yoki arzonroq deydi yoki bilmaydi. Любой bir sug'urta kompaniyasi sug'urta qildirib keladi. Ichkariga kirgandan keyin ko'p sug'urtalarda ism familiya, ya'ni siz Zagram pasport bilan yashil pasportingizdagi ism familiyangiz boshqacha bo'ladi. Ya'ni X, Q sonlari K, KH sonlari bilan o'zgargan bo'ladi yoki U ga o'zgargan bo'ladi Zagram pasporti. O'shana holatlar juda ko'p sug'urtada xato qilib qo'yadi. Ya'ni yashil pasportingiz yoki fuqarolik pasportingiz ma'lumotlari asnosida sug'urta to'ldirib qo'yishadi. Zagram pasportga yaxshi e'tibor qilishmaydi. Ichkari kirgandan keyin sizni qaytarib yuboradi, sug'urtani qayta qilish kerakligini. O'sha yerda odam juda ham hayajonlanib qolib, baribir mana shu yerda sug'urta qildiradi. O'shaning uchun siz iloji boricha mana pasport oldida mendan yoki shu yerda sug'urta kompaniyalari ko'p, firmalari. Endi ular konsalting firma, men haqiqiy sug'urta kompaniyasi xodimiman. Agar bizdan sug'urta qildirsangiz, har bir qilingan xatoga biz javob beramiz sug'urta bo'yicha va agar sizda muammo bo'lsa, shu joyni o'zida hal qilish juda ham oson. Siz viloyatga ham pul to'lamaysiz, sug'urta xato bo'lib qolsa, bu yerga ham qayta pul to'lamaysiz. O'shaning uchun iloji boricha sug'urtaga shoshilmang, kelib elchixona oldida Apex sug'urta firma kompaniyasiga uchrashing. Albatta siz sug'urta bilan qo'shib bepul konsultatsiyani ham, hujjatlarni ketma-ketligini ham, mukammal tarzdagi hujjat taxlanishiga ham erishasiz. Albatta bu juda ham muhim, chunki siz 1 yil kutgan holatda elchixonaga suhbatga kiryapsiz. Xo'p, viza olish yoki olmaslik sug'urtaga bog'liqmi? Boyagi aytib o'tgan vaziyatim sug'urtaga to'g'risi uncha bog'liq emas. Agar sug'urtangiz to'g'ri bo'lsa va elchixona ro'yxatidagi sug'urta kompaniyasidan foydalangan bo'lsangiz, unaqa bog'liqlik joyi yo'q. Faqat suhbatga, sizni firmangizga bog'liqlik joyi bor. Xo'p, elchixonaga hujjat yig'ish uchun suhbat kuni kelgan ma'qulmi yoki 1-2 kun oldin kelgan ma'qulmi? Boya ham aytib o'tdim, siz suhbat kuni keling, ertalab o'sha bizdan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, hamma hujjatingizni 10-15 daqiqada tayyorlab o'tamiz. Yana bitta narsa, elchixonaning oldiga kelganingizda ko'p bir nechta, ya'ni hamma ham emas, albatta yaxshi insonlar ham bor. Bir nechta o'sha elchixona oldida, ya'ni vositachilik qiladigan insonlar bor. Albatta o'zining kompaniyasiga kirishini, o'sha yerda hamma yo'g'ini tayyorlab berishligini, agar suhbatga ulgurmay qolishingizda vahima qilib, boshqa qilib keling deb agar Zohidjon yoki Apex sug'urta desangiz, mana bizlar o'sha, mana Zohidjon uxlab yotibdi, hozir keling, o'zimiz hujjatlaringizni qilib beramiz. Yo'q, bu yoq deb sizni chalg'itib, kirib olib, qimmatga uslugani ham oladi, sug'urtani ham qimmatga sotadi. Chunki ular haqiqiy sug'urta emas, ular vositachi. Qilgan holatda sizni ustingizdan foyda ko'rishadi. Sizga hech qanaqa maslahat bera olmaydi, unga aqli ham yetmaydi. O'sha siz suhbatda nima qo'yish kerak, nima deyishga, sir sanoatini, qonun qoidalarini bilmaydi. O'shaning uchun отказ olsangiz ham sug'urtadan kamida 100 ming, 200 ming, 300 ming uslugalar olib qoladi. Albatta bu ham sizni ziyoningizga o'ynaydi. O'shaning uchun kelganda begonalarga aldanib qolmang. Biz 7 dan ish faoliyatimizni boshlaymiz. O'shaning uchun albatta bunga e'tibor qiling. Kelganda o'rtakash saygaklarga aldanib qolmang. Albatta hammasi ham emas, bir nechta o'shanaqangi sizni chalg'itadigan, yolg'onni eshib yoradigan o'rtakashlar bor. Ba'zida endi xafa bo'lmasin, Milliy gvardiya xodimlari bu narsaga aralashib qo'yadi. O'sha, chunki manfaatlar to'qnashuvi. Albatta ba'zilari, hammasi emas. Xo'p, sug'urta tayyorlash uchun qancha vaqt ketadi? Ko'pchilik aytadi, sug'urta uzoq vaqtda bo'lmaydimi? Bitta sug'urta kerak, o'zi hamma narsa joyida. Sug'urtaga 2 minut vaqt ketadi. Hozir onlayn, zamon tezlashgan. 2 minut sizni sug'urtangiz polisingizni urib, qo'lingizga rasmiy blankani taqdim qilamiz va to'lovlarni o'sha vaqt qilasiz. Oldindan hech qanaqa to'lov qilinmaydi. O'shaning uchun sug'urtaga umuman vahima qilish kerak emas. Xo'p, mabodo отказ olib qolsam nima qilsam bo'ladi? Agar ko'pchilik masalan keldi, hamma ham viza bermaydi. Hozir viza berish koeffitsient ancha yaxshi bo'lib kelgan, masalan 30 ta, 40 ta odamdan 15 ta, 20 tagacha viza olishyapti. Bu juda ham yaxshi. 30, 40, 50% gacha chiqdi, chunki sezon boshlangan. Juda yaxshi. Agar qolgan odamlar ham agar отказ olib qoladigan bo'lsa, nima qilish kerak? Sizga ikkita taklif beraman. Birinchisi, siz yana priglasheniz muddati bo'lsa, yana 1 yildan ko'p muddat bo'lsa, qayta jerbovkaga qo'yishingiz kerak va yana 7-8 oydan keyin qayta kelishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi maslahatimiz 14 kunda ichida elchixona ham aytadi, uni shu paytda отказ berayotganda, o'sha hujjat sizga taqdim qilayotganda, siz appelyatsiya berish huquqiga egasiz. Ya'ni siz отказ olgan kundan boshlab 14 kun ichida o'sha norozilik jihatdan appelyatsionni pismo orqali hujjatlaringizni posostvaga sразу yana topshirishingiz mumkin bo'ladi. Uning uchun sizga elchixona qayta navbat berib o'tirmaydi. Siz xohlagan kuningiz 14 kun ichida, ya'ni Polsha elchixonasi ishlayotgan kuni 10 dan 1 gacha appelyatsiya berishingiz mumkin bo'ladi. Yana 135 euro posostva to'lovi bor. Sug'urtangiz xuddi shu sug'urta o'tadi. Men sizga mukammal tarzda appelyatsionni pismo yozib beraman. Albatta buni ham faqatgina appelyatsionni pismo yozishga bog'liq emas. Bu yerda ham juda ham qonun qoidalari bor. Siz naborot appelyatsionni
pismo, ya'ni apellyatsiya berish jarayoni 70-80% sizga ustunlik beradi. Ya'ni viza berishligi sizga mana shunaqa koeffitsient bo'ladi. Faqatgina yoshingiz kattaroq bo'lishligi, uylangan, oilali bo'lishingiz va ish beruvchingiz bilan to'g'ri-to'g'ri aloqalashib turgan bo'lishingiz yoki sizga yangi garantiyli pismo qilib berishligi kerak bo'ladi. Qolgan sirlari bor, qolgan hujjatlar bor. Uni o'zim shaxsiy o'zimning ofisimdan maslahat beraman. Xo'p, kimlarga yaxshi viza chiqmoqda? Albatta, yosh kattaroq, ya'ni uylangan, oilali, yaxshi kompaniyalarga, ya'ni forachi, mexanik, skladchi, stroyka, malyar, farqi yo'q, slesser, svarchik, hammaga yaxshi viza umumiy holatda yaxshi chiqmoqda. Отказ olib qolsa, qayta apellyatsiya orqali yana vizalarni olishmoqda. Vizamni hal qilib bera olasizmi? Soqqasini narx sanayman. Albatta, hozir bu O'zbekiston, akalar. Viza вообще-то muammo emas. Soqqasini bersangiz, men har hafta konsul bilan choyxonam bor, o'sha choyxonada gaplashib, sizni vizangizni bemalol hal qilib yuboramiz. Albatta bu hazil, chunki viza olib beramiz deb 3000-4000 dollarga dogovor qilib, ya'ni og'zaki ko'pchilikni aldab qochib yurganlari bor. Ehtiyot bo'ling. Hech qanaqasiga Polsha elchixonasi, Polsha vizasini pul bilan hal qilishning iloji yo'q. Albatta, o'tgan zamonlar orqada qolib ketdi. Bu bo'yicha ehtiyot bo'ling. Mana shu ko'p beriladigan savollarimiz mana shu. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta xursandmiz. Biz Polsha elchixonasi yaqinida joylashgan Apex Sxurta markazi ofisimiz nomi shunaqa. Kelib bemalol Polsha bo'yicha ochert, jerbovkaga qo'yib berish, suhbatga tayyorlash, sug'urta xizmatlari, apellyatsiya xizmatlari, apellyatsiyada viza olish sirlari hammasini mana shu yerda hal qilamiz. Hech kim sizdan muttahamlik qilmaydi, ortiqcha mablag' talab qilmaydi. Hammasi qonuniy, yozma, rasmiy tarzda amalga oshiriladi. Shunday ekan, biz sizga manfaat yetkazganimizdan juda ham xursandmiz. Bizdan uzoqlashmang. Barchasi sizning foydangiz uchun qilingan video. Albatta, ko'plab akalarimiz o'zini qiynayotgan savollarga javob oldi degan umiddamiz. Sohibjon Qudratov sizning xizmatingizda. Omon bo'ling. Xudo xolasa, yaxshilikda, yaxshi kunda ko'rishguncha.